Gunohlariga tavba qilishlik insonni Alloh taoloning huzurida maqomini baland qiladi. Ya'ni Alloh taologa yaqin qiladi. Bir inson xato qildi, gunoh qildiki, shu gunohni qilganligi uchun Alloh taologa xafachiligi bo'lsa qalbida, voy shu xatoni qildim-da, shu gunohni qilib qo'ydim-da deb qalbidan o'tgan bir mahzunlik bo'lsa, demak uni mo'minligidan dalolat. Robbi taolo aytadi: "Ey banda", deydi. Sen kim bo'lishligingdan qat'iy nazar, boymisan, faqirmisan, g'ani, falon kishimisan, sen olimmisan, sen omimisan, farqi yo'q. Kim bo'lishligingdan qat'iy nazar va qanday gunoh qilgan bo'lishligingdan qat'iy nazar, mani huzurimga kelgin, deydi. Alloh aytadi, mani huzurimga kelgin, deydi. Kelishligingda faqat mening uchun bir narsa ko'tarib kelgin. Qalbingni tubida, yuragingni eng chuqur joyida Alloh taologa bir narsa ko'tarib borishlik lozim. Nima? Alloh taologa bir narsa muhtojmi Alloh taolo? Yo'q, Alloh taolo narsaga muhtoj emas. Lekin Alloh bandani tavba qilishligini, uni kechirib jannatga kirishligini Robb istaydi. Alloh bandani do'zaxga kirishini istamaydi. Jannatga kirishini istaydi. Bandaki qalbini tubida Alloh taologa tavba qilib borsa, Alloh uni kechiradi. Qaysi tavba? Tavba qildim deyishlik yo bir-ikki istig'for aytishlik bilan bu tavba bo'lmaydi. Tavba gunohga qaytmaslik bilan tavba bo'ladi.